Hojona sizda maylimi ikki og'iz gaplashsam? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bezovta qilmadimmi ish qilib? Zo'r. Tinchmisiz? Qayerdan keldingiz? Merishtondan keldim. Ha, nima muammo bilan keldingiz? Endi meni sog'ligim chataq bo'lib qoldi. Yaxshi emas budim. Mana bugun 15 kun bo'ldi. Xudoga shukr, Murat shifo rahbarlariga minnatdorman. Juda ham minnatdorman. Hamma sharoit yetarli. Nima desangiz bor. Bu Yulduzxon, Nargizaxon, Durdonaxon, bu Madinaxon, nima bunisini oti, go'zal qizimning oti Nozimaxon, bularga gap yo'q. Gaplari shifo. Mana Gulbazimlarga boryapti. Olib boryapti. Tanajonimiz sog' bo'lsin, hammamizni yurtimiz tinch bo'lsin. Allohga shukr, o'zimda anaqa topshirib qo'ydim. Mana Allohga shukr 15 kunda yaxshiman. Yashang. Ilohim ko'z tegmasin. Siz kasalga o'xshamas ekansiz. Ha, endi tuzg'ib qoldim 15 kunda bu qizlarimning gaplari. 15 kunda qana keldingiz o'zi? 15 kunda endi yetalab kelgan mana qarovchim. Yetalab olib kelgansiz. Mana o'zim pastlarga tushib aynalib yuribman. Gullarga boryapman. Xudoga shukr, yana bir 5 kun yosam javob berar ekan. Ilohim ko'rmagan deb ketdim. U dorilar siznikimi? Meniki. Ichyapsizmi vaqtida? Xabar olishyaptimi? Ha, kunda necha marta bo'lsa kirishadi. Allohga shukr. Bunday shifokorlarga, bunday rahbarlarga juda katta minnatdorchilik bilaman. O'zbekistonda ilohim kasal bo'lmasin u bo'lganlari shekka tahlil qilaman. Yashang. Hech qaysi klinikada bunaqalik sayohatga olib chiqib, manzaralar ko'rsatib, unaqa narsa. Qadargalarda berdi. Mana qadargalarda berdi. Rahmat. Blender oldilarmi? Uyga ketsak yeymiz-da. To'lagan pulingiz yarmi ketyapti ekan. O'ziga qaytib ketyapti ekan. O'zim bilan ketyapti, sog'ligimni gapiring. Sog'lig'ingiz bilan ketyapti birga. Ilohim ko'rmagandek bo'lib keting. Ilohim hammalari mana shu qizlarim ham doim xizmatda, go'zal qizlarim. Tarajonlari sog' bo'lsin. Topganlariga baraka bersin, sizlarga ham. Salomat bo'ling, hojon. Umringiz ziyoda bo'lsin. Ko'rmagandek bo'lib keting. Endi 5-6 kun yotsangiz? Bir 5 kun yotsam javob beradi. Ana. Maza qilib borib kampirlar bilan o'tirganingizda maqtab beringda bulardi. Duosini olib bering bo'pti. Hammaga gapiraman bularni. Bularni otini esimdan chiqarmayman. Ilohim. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Oshamiz tinch yuraversin. Tinchlik bo'laversin bolalar. Ilohim aytganingiz kelsin. Shunaqa shifokorlar ko'payaversin. Ishonch hosil qildingizmi? Ishonsa bo'lar ekanmi? Ha, endi xalqimiz ko'rib turibdi mana ikkala telefonda ham siz haqqingizga ham duo so'raymiz. Chiroyli qilib duo qilib bersangiz ko'pchilik duosi ijobat deydi. To'g'rimi? Ko'rmagandek bo'lib ketasiz xudo xolasa. Keyin safar bir tog'ora somsalar qilib ko'rgani kelasiz. O'zingiz mana tuzalib qoldim, somsa ilindim deb. O'zingiz tandirlarni yopib, Ilohim tanajonlaring sog' bo'lsin. Mana shu yerdagi barcha bemorlarga shifo bersin. Mana shu barcha xizmat qilayotgan doktorlarimiz, shifokorlarimiz barcha xizmat qilayotganlar tanijoni sog' bo'lsin. Martabalar bundan ham baland bo'lsin ilohim. Bizdaqa o'zini yo'qotganlar mana shu yerga kelib, sog' salomat bo'lib ketaversin ilohim aytganingiz kelsin. Hammalaringga rahmat. O'zi mana ya'ni yoningizdagi palatalar, o'zingizda mana shu yerda natija olib, xursand bo'lib ketayotganlarni ham ko'rdingizmi? Gaplashdingizmi shunaqa odamlar bilan? Gaplashdim. Tuzuk bo'lmay qancha joylarga borib yotib, himoyalarni olib, tuzuk bo'lmay kelganlar bilan butun gaplashdim. Men ham tuzuk bo'lamanmikin deb nechtasi bilan gaplashdim. Hammasi himoya olganlar ham tuzuk bo'lib ketyapti. Mana Xorazmlardan kelib ketyapti. Tuzuk bo'lib ketdi. Mana shu mening yonimda ham 2-3 tasi tuzuk bo'lib ketdi. Xudo xolasa endi bizga navbat. Xudo xolasa, katta xonani malikasi yotibsiz ekanda, o'zingiz erkalanib maza qilib yotib oling. 5 kundan keyin javob so'raysiz, ketaverasiz, xudo xolasa. Mana qarovchimni ham qo'yib qo'ydi, o'zing yurasan deshga yo'q. Mana qizim qarayotibdi. O'zim yurib pastlarga tushib yuribman. Xudoga shukr. Ilohim shifo bersin, ko'rmagandek bo'lib keting. Lekin uyga borganingizda обязательно o'sha bitta tandirni somsa qilib olib kelasiz, men ham kelaman, birga yeymiz, bo'ptimi? Xudo xolasa. Sizlarga nishonlaymiz. Ilohim aytganingiz kelsin. Omadlaringni bersin, Alloh yor bo'lsin, birlar madadkor bo'lsin. Alloh akbar. Charchab qolmang. O'zingiz kayfiyatingiz hamisha ehtiyot qiling, zo'r qilib yuring, bo'ptimi? Kasal emassiz, xudo xolasa 5 kundan keyin yana ham zo'rib qolasiz. Kelishdik? Xudo xolasa, bet sharoitini qarang, kasal ham sog'ayib ketadi. Ha, o'shani aytaman-da, shuning uchun o'zingizni kayfiyatni ko'tarib yuring. Hali kasal odam tushkunlikka tushib qolsa battarlashib qoladi-da. Tushkunlikka tushib qoldim-da. Mana endi zo'rman, xudo xolasa. Ilohim ko'z tegmas. 18 yoshar qiz deysiz. Zo'r. 70 qilsam-a? Ay, 70 kirgan deb ko'rgan odamsiz. Charchamang hojiona, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Xo'p.